Men ham gapimni eshitadi, odam bormi? Bu yaxshi bilmagan intizomiy jazo qo'llanilmoqda ekan. Yil davomida ishlagan bor. Bir kundan ham mukofot olib bilinmanmi? Hurmatli fuqarolar, yuqoridagi holatni ko'rdingiz. Haqiqatan ham xodimga intizomiy jazo qo'llanilgan taqdirda rag'batlantirish choralari amal qilmaydi. Bu norma Mehnat kodeksimizning 299-moddasida belgilab qo'yilgan. Ya'ni xodim intizomiy jazoga tortilgan taqdirda unga nisbatan bayramlar, kasbiy bayramlar va yubileylarda rag'batlantirish choralari qo'llanilmaydi. Lekin xodim tomonidan o'z xizmat vazifasiga vijdonan yondashilsa, o'zining iltimosnomasi orqali ish beruvchiga murojaat qilsa, shuningdek, Kasaba uyushmalari qo'mitasining iltimosnomasi mavjud bo'lgan taqdirda ish beruvchi tomonidan qo'llanilgan intizomiy jazo chorasi bekor qilinishi mumkin. Intizomiy jazo chorasi bekor qilingandan keyin xodimlarga nisbatan barcha turdagi rag'batlantirish choralari qo'llash mumkin hisoblanadi.